Qo'lim ochdim duoga, yetib borsa Xudoga. Ota onam sog' bo'lsin, imonlarga boy bo'lsin. Dasturxonda non bo'lsin, qozon to'la och bo'lsin. Xudo bergan umrga hansolar bo'lsin. Reklom bobom eplasa, qadib quloq qo'llasa. Bizga kelgan maromat dushman olib yo'llasin. Muhammad Madina hojixulga rahmat. Kimki obi desa 70 kishiga rahmat. Bolajonim, musofirda yurganlarni ham duo qilib qo'y. Ko'p bo'ladir jonim. O'zimni mehribon go'zal Allohim, sendan o'tinib so'rayman. Musofirda yurgan bandalaringni o'zing o'z rahmating bilan siylagin. Ularni har bir yomonliklardan asragin. Qadamlarini to'g'ri yo'lga boshlagin. Rizqlarini keng qilib. Sulaymon alayhissalomnikidek davlat bergin. Umrlariga baraka bergin. Sog'lom tan, pok qalb, sabrli yurak ato etgin. Ularni har bir qilayotgan halol mehnatlarini zoya qilmagin. Savobli va barakali qilgin. Robbim, bu dunyoda ham oxiratda ham rozi bo'ladigan bandalaring qatorida qilgin. Yo Robbim, yo Robbim, yo Robbim. Ularni sog' omonlikda oilalari bag'riga qaytishlarini nasib aylagin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Amin. Allohu akbar. Yasha.